Assalomu alaykum hammaga. Bizning matonimiz shunaqa boshlandi. Bismillah deb kiyinishni boshladik. Kepkalarni kiyib, ochkinani qo'ndirib, samolyotimizni uydan olib, sekingina eshikni ochib, tursakni rostladik. Sekingina mashinani ochib qo'ygan ekanlar. Dasa endi o'tirib va biz yo'lga dog'ga tushdik. Yo'lda chanqab qolib, adamiz bilan karsinkaga kirib ketishdi bolalarim. Mana shu joyda mehar dodasi bo'ldi-yu, bolam qo'lni ochib ketib chips yeb ketyapti. Mana yo'lda biz ashula eshitib, bits qilib o'ynab, mazza qilib ketdik. Oysibek o'yinga har doimgidek video uchmaslik uchun adasi to'lgandek bilan qarang, bu qo'shnim. Yo'lda yana korzinkada to'xtab, kichkinagina bozorda qilib oldik. Korzinkalarimizni oldik va bozorlikni qirdik. Yo'l yurdik, mo'l yurdik, mana chapirayam chalvordik. Yetib kelganimizga yo'ldan Qimal go'ja olib turib, Olmos Resort degan joyga kirib keldik. Bu yoqning atmosferasi judayam bomba ekan. Oqar suv, ugam suvlaridir. Muzdekkina. Bizani videolarimiz kutib turishganda sekingina oldidagiga borib oldik. Mana qizapakchalari bor ekan. Tovusdan o'zini qarashchi bo'lib, qanotlarini qoqib turar ekan. Mana cho'mir bambollik muhammadam cho'kishgan ulgurdi borada. O'yingohlarida mazza qilib o'ynab, mana yoshligim eslab mazza qilib kachelicha uchib oldim. Olmos Resort, xayr, biza ketdik. Instagramda atmetka qilib qo'yamiz. O'zingizlar kirib bemalol ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin.